Assalomu alaykum hurmatli fizik o'rganuvchilar. Sizlar bilan bismillah deb Alloh taolodan madad so'rab navbatdagi video darsimizni boshlaymiz. Bugungi darsimiz 30-noyabr 2025-yilda o'tkazilgan milliy sertifikat imtihonlarini yechimi yuzasidan bo'ladi. Do'stlar, mana yechimlar tayyorlaganmiz. Shularni bir chekkadan muhokama qilib chiqamiz. Birinchi masala qaranglar, mana haligi. Xo'p, men hozir tasavvurlashtirib olaman. Birinchi masala mana tezlik 1.8 km/minut bo'lsa, uning qiymati necha metr sekundga teng degan oddiygina savol. O'sha 1.8 kilometrda 1800 metr, minutda 60 sekund dedim. Shundan 30 metr sekund chiqqan. Menimcha buni hamma ishlagan bo'lsa kerak. Ikkinchi masala. 3-6 kilogramm yog'och bo'lagi yonganda hosil bo'ladigan kilovat-soat issiqlikni so'rashyapti. O'zi ham yonilg'i quvni hisoblasangiz, sizda joulda chiqadi. 3-6 degani joulda chiqqan son. Endi 1 kilovat-soat degani o'rtoqlar, mana 3-6 joulga to'g'ri keladi. Chunki 1 kilovat degani 1000 watt, 10 darajasi 3 watt, soat degani 3600 sekund. Ikkalasini ko'paytirsangiz 3-6 joul bo'ladi. Mana bu watt bilan sekundni ko'paytmasi joulni beradi. Mana shu narsa bor. Endi shundan kelib chiqyaptiki, mana demak 3-6 joul 1 kilovat-soat bo'lsa, 3-6 joul 10 kilovat-soat degan javob, mana A javob bo'ladi. Qiyin emas. Uchinchi masala, 1 mol kislorodning massasi qancha degan savol tushibdi. Endi molar massa 32 gram mol degani, demak 1 molning massasi 32 gram degani. Bu ham juda bir qiyin narsa emas, oddiy mana formulasi ham turibdi. Xo'p, keyingi masala mana 4-masala. Sig'imi issiq bo'lgan zaryadlangan kondensator plastinkalar qarshiligiga yer bo'lgan o'tkazgich orqali tutashtirildi deyapti. Mana bunaqa bo'lganda chizsak, mana kondensator, mana qarshilik. Shu qarshiligimiz bilan kondensator bir-biriga tutashtirilganda kondensatorda qoplamalardagi zaryadlar o'sha erkin elektronlar, masalan mana minus zaryadlangan tarafda oshiqcha elektronlar bor-ku. O'sha elektronlar bunaqasiga aylanib musbatga qarab harakatlana boshlaydi va tok hosil qiladi. Endi bu yerda elektronlar soni cheklangan bo'lgani uchun tok ham kamayuvchi tok bo'ladi. Kamayuvchi tok. Tok kamayuvchi tok bo'lganda bunaqa o'zgarmas tok formulalarini qo'llash o'zi aslida mumkin emas. Chunki masalan kuchlanish haqida aytadigan bo'lsak, kuchlanish bu Q taqsim S da masalan. Q taqsim S. Endi kondensatorda zaryadi kamayib borsa, uni kuchlanishi ham nima qilish kerak? Kamayish kerak. Masalan, Ohm qonuniga qo'yganimizda kuchlanish o'zgarmas bo'lishi kerak-da. Tok kuchi o'zgarmas bo'lishi uchun kuchlanish ham o'zgarmas bo'lishi kerak. Lekin nima uchun shunda ham mana shu usulda ishlayapmiz? Chunki bu yerda 0.1% qismi degan, ya'ni 0.1%. 0.1% degani nima degani? 1000dan 1 qismi zaryadda degani. Ya'ni mana yerdagi elektronlarning 1000dan 1 qismi bu yoqqa o'tib olguncha bo'lgan muddatdagi vaqtni so'rayapti. Bunaqangi kam zaryad o'tayotgan payti esa biz mana bu zaryadni o'zgarishini juda kam bo'lgani uchun hisobga olmasak ham bo'ladi. Zaryadni kamayishini hisobga olmasak ham bo'ladi. Shuning uchun kuchlanishni ham nima deyishimiz mumkin? Taqriban o'zgarmas deyishimiz mumkin. Kuchlanish o'zgarmas bo'lgandan keyin bundan nima xulosa chiqadi? Tok kuchini ham taqriban konstanta, ya'ni o'zgarmas deb olishimiz mumkin bo'ladi. Lekin aslida uzoq muddatli jarayon uchun bu narsa mumkin emas, bu noto'g'ri. Lekin juda kam zaryad bo'lgani uchun, bu juda kam zaryad kuchlanishni uncha o'zgartirmagani uchun ham, o'sha oqib o'tgan zaryad kuchlanishni o'zgartirmagani uchun ham mana bunday qilsa bo'ladi. Shuning uchun ham mana oddiy formulalar qo'llayapmiz. Oddiy formulalar qo'lladik va bu yerda quvni, o'sha oqib o'tgan zaryadni umumiy zaryad ko'paygan 1000dan 1 dedik. Ya'ni 0.1 qism degani 1000dan 1, 0.1% degani 1000dan 1 qism degani. Keyin shundan tini topganimizda mana bu narsa chiqdi. Bilsalaring, bu o'tgan safar ham o'sha maydagi milliy sertifikat imtihonlarida ham mana shu savol tushgan, eslangda bo'lsa. Xo'p, shu narsa. Keyingisi vakuumda joylashgan nuqtai zaryadni masofadagi maydon kuchlanganligi vakuumda bo'lsa, mana shuncha bo'lsa deyapti. Dielektrik sindiruvchanlik mana uncha bo'lgan muhitda qanday bo'ladi, yana o'sha masofada deyapti. Endi dielektrik muhitda K taqsim epsilon R kvadrat bo'ladi. Vakuumda bo'lsa K taqsim R kvadratni o'zi bo'ladi. Endi buni o'sha K taqsim R kvadratni E0 desak, E0 taqsim epsilon bo'lib qolyapti. Bunda 4.2 volt taqsim metr degan javob chiqqan. Buni endi hamma ham menimcha ko'pchilik bilsa kerak, o'sha muhitda vakuumdagidan o'zi nima qiladi? Epsilon marta kam maydon hosil bo'ladi. Mana bu epsilon marta kamligi shunda. Xo'p, keyingisi mana 6-masala. 6-masalada mana ko'rib turibsizlar. O'zi uzunligi 1,5 metr bo'lgan sterjinni bu tarafida F kuchi bilan ushlab turishibdi. Mana tayanchda turibdi. Mana bu joyidan tayanchga qo'yilgan.
Bu yerda nima qiladi? Og'irlik kuchi pastga tortadi. F kuch tepaga ko'taradi. Shu qarama-qarshi kuchlarni, kuch momentlari teng bo'lsa, ana undan keyin sterjen muvozanatda turadi. Endi bizda sterjenga ta'sir qilayotgan kuchni kuch momentini so'raganda, og'irlik kuchi emas. Kuchning kuch momentini so'ragan. Lekin ko'rib turibsizlar, ikkovi bir-biriga teng bo'lishi kerak. Shuning uchun ham men bu yerda nima qilganman? mg ni kuch momentini topganman. Chunki mg niki qancha bo'lsa, haliginiki ham nima? O'sha f kuchniki ham baribir o'shancha bo'ladi. Endi mg mana bor, massasi 2 kilogramm, mg shunda 20 bo'ladi. Mana bu mg kuchning ta'sir chizig'i, ta'sir chizig'idan kuch aylanish o'qigacha, o'sha ta'sir chizig'idan aylanish o'qigacha eng qisqa masofa kuch yelkasi bo'lishi kerak. L mana bu burchak alfa bo'lsa, bu burchak ham alfa bo'lgan mana. Burchak qarshisidagi katet L, mana bu gipotenuzdan 0.75 bilan o'sha sinus orqali topilgan mana. O'sha L teng 0.75 ko'paygan sinus nuqtalar qolib ketdi. Sinus alfa bo'lgan. O'sha LMG da bu. LMG deganimiz demak nima? Og'irlik kuchining kuch yelkasi. Shu narsalar hisoblaganimizda 12 newton ko'paygan metr chiqqan. 12 newton metr bu demak og'irlik kuchining kuch yelka, kuch momenti va ayni damda F kuchining ham baribir kuch momenti nima? Aynan o'shancha. Chunki muvozanat bo'lish uchun shunday bo'lishi kerak. 7-chi misol. 7-chi misolda mana aytgan bitta kuch M1 jismga, M2 jismga ta'sir qilganda A1, A2 tezlanishlar hosil bo'ldi deyapti. Endi o'sha massalarning ayirmasiga teng bo'lgan jismga ta'sir qilsa, qancha tezlanish hosil bo'ladi degan oddiy qilib yozganmiz mana. F teng M1 A1, M2 A2 yoki M1 - M2 A3. Uchalasida ham bir xil kuch. Shundan M1 - M2 ni topib olsak, mana bunday topib olsak, F taqsim A3, F taqsim A1, F taqsim A2 bo'lgan. Masalan, F taqsim A1 degani M1 degani, F taqsim A2 degani M2 degani. Ikkovini ayirsangiz M1 - M2 bo'ladi. Shundan mana F'larni qisqartirib, olib, umum mahraj berib, A1 bilan A2 dan umum mahraj berib, ozgina ishlasak, mana bu narsa chiqadi. Bu demak, o'sha massalar ayirmasiga teng bo'lgan jismga kuch, o'sha F kuch ta'sir qilsa, demak 3 metr sekund kvadrat tezlanish hosil bo'ladi degan. Keyingisi, mana bu yoqda negadir qanaqadir yozuvlar paydo bo'lib qolibdi. Teknikmi nima? Xo'sh. Izotop uchun neytronlar sonini aniqlang degan, o'zi umuman uran izotopi bo'lish shart emas, bu ozgina xato ketgan shekilli. Bu uran emas, o'zi umuman olganda 82 bo'lsa uran bo'lmaydi, adashmasam porg'oshim bittasi bo'lish kerak bu. Endi umuman har qalay qanaqaligi bo'lsa ham, tepada turgan son massa sonini, pastda turgan son protonlar sonini bildiradi, yadro uchun shunaqa. Bilamizki, massa soni o'sha bu nima degani bu? Massa soni bu protonlar va neytronlar sonini yig'indisi degan. Endi o'z-o'zidan neytronlar soni bizga kerak bo'lib qolsa, massa sonidan nima qilishimiz kerak? Protonlar sonini ayirishimiz kerak. Ayirsak mana 125 degan javob kelib chiqqan. Endi oson savollar mana 10-misolga ham keldik. O'sha bu yerda bir tayinli qiyin savol o'zi yo'q. 9-savol masalan. Impulsi 490 nanometr uzunlikdagi foton bilan bir xil bo'lgan elektronning tezligini toping deyapti. Bu yerda ham qiyin narsa emas. Mana relativistik emas, tezlik yorug'lik tezligidan juda kichkina deb oling deb aytgan. Relativistik bo'lmasa, impuls shunchaki m ko'paygan va bo'ladi. M elektron ko'paygan va fotonning impulsi bo'lsa h taqsim lambda. Ikkalasi bir-biriga teng deyapti. Shundan v ni topsangiz h taqsim m lambda bo'ladi. Elektron massalari bor. H ni, mana shu yerda bitta eslatma. H ni o'sha imtihonda jadval beradi. Jadvalda 6-6-34 deb bergan o'rtoqlar. Mana shu ayniqsa mana yozma ishli misollarda hushyor bo'lish kerak. H agar yozma ishli misolda o'sha javobini yozadigan joyingizda H 662 deb olib ketsangiz, noto'g'ri javob chiqadi. Shuning uchun mana shu yerga eslatib o'taman. H ga 6-6-34 qo'yasiz. Elektron massasi 9-1-31. To'lqin uzunligi 490 nanometr. Shuni hisoblaganimizda 1500 metr taqsim sekund degan javob kelib chiqar ekan. Buni endi shu hisoblaganda shunday chiqqan. Mana endi hisob kitobini yozib o'tirmadim. Keyingisi 10-masala. 10-masalada zaryadlangan shar radiusi 2 marta oshsa, uni elektr energiyasi qanday o'zgaradi degan. Endi shar kondensatorda elektr maydon energiyasi mana shu formuladan chiqadi. Bu yerda sig'im 4π0 erga teng. Endi zaryadlangan deb qo'yibdi, ichkarida qanday yozilgan, qanday yo'q bilmadim. Har qalay zaryad o'zgarmasa kerak. Ya'ni har qalay zaryad o'zgarmasa kerak o'sha Q konstanta deb qo'ysak, Q konstanta, ya'ni zaryad o'zgarmas desak,
zaryad o'zgarmagan holatda faqat sig'im ortyapti. Sig'im ortsa o'z-o'zidan energiya nima qiladi? Kamayadi.